Moskvada farzandlari bilan birga yashaydigan onajonlar shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Ular zerikkanda diqqatga olib borishni bilmay turgan bo'lsanglar, ayni shu joy sizlarga mos keladi. Bilet narxini bo'lsa videoni boshida ko'rdinglar. Bitta atmosferasini ko'rganingizdan keyin yosh farzandlaringiz ham esingizdan chiqib qolib, o'zingiz ham xuddi bolalardek bilan tomosha qilishni boshlaysiz. Bu joyda mushukchalar va kuchukchalarni hamma turidan topsangiz bo'ladi. O'zim qishloqda mol, qo'y, it, kuchuk ko'rib katta bo'lgan bo'lsam ham, lekin batga kelganda ishoninglar, anchadan beri ko'rmaganimga juda ham katta energiya olib masaqa bilan tomosha qildim. Bilasizlar, o'zim mushuk boqaman, mushuklarni yaxshi ko'rganim uchun men ko'proq mushuklarni videoga olibman xolos. Agar siz ham Moskvada kuchuk yoki mushuk boqishni istab yurgan bo'lsangiz, ayni muddao. Sababi bu sotuv yarmarkasi ekan, to'g'ridan-to'g'ri kuchuk yoki mushukni sotib olsangiz bo'ladi. Va albatta ularga ketadigan barcha sep-sidirg'alari ham bor ekan. Shu bitta yoqmagan tomoni, narxi juda ham qimmat ekan bu mushuklarni. Xuddi mana shu videoyimni boshlanishda birinchi ko'ringan mushukning narxi masalan 50 ming rubl ekan. Bu joyda endi 50 ming rubl o'zbek puliga qancha bo'lishini yozib o'tib ketmasam bo'lmaydi. Aytganimdek, Moskvada va xatno kunlaringizda farzandlarimni olib qatga borib o'ynatib kelsam bo'larkan deb o'ylab turgan bo'lsangiz, bu joy sizga to'g'ri keladi. Adres haqidagi barcha to'liq ma'lumotlarni videoning tagida opisaniyada yozib qoldirdim. Rossiyadagi eng qaynab pishgan yangiliklarni hammadan oldin bilib turayin desangiz, menga hoziroq obuna bo'lib, videoyimga like bosib qo'ying.